Şuan çekiliga. Qadar mana. Andijon viloyati Sharg'on tumani Qovlamiya Cho'ja bozori hafta kuniga seshanba 2026-yil. Agar bu qadar bozorlarga ta'sir boramiz, 18 avgust bugun sanamiz. Mana shu savdo bo'lib turgan joydan sizlarga taqdim etamiz. Hozircha ba'keli. Nech pulga bermayapsiz aka? 42,5. 42,5 ming savdo bo'lyapti. Bolasi uqachi ekan. 42,5 ming savdo bo'lyapti. Savdo. Bor baraka oling. 2,5 ketdim oling sotdim uchun. Bo'ldi, hozircha. 43 ga bordim. Oling, oling bitta tutdan chiqib ketadi. Baraka 43 ga bor baraka. Oldimi? Sen. Hadi. Nada ne hozircha. Qirishini savdo bo'lyapti. Bor baraka. Ha bitta yetarlicha ko'raylik nesigacha ham. 43 millionga sotildi mana sigirimiz. Mashaka bayram. Mavlonbek ana o ora keng turibdi asiga bayram. Eso. Rossiyski suv ko'pdan izlaganlarga. Aka necha chiqaringa qancha suv bor? Necha chiqarin? Nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Ikkinchi bola. Qancha suv bor? 15 ta. 15 ta. Bolasi buqa. Qancha deyapsiz? Bozor necha pul qildi? Ha? Bozorimiz 42 ming so'm qildi, 55 ming so'm kam bor ekan. Mana shu ko'p turgan sigiringa davom etamiz, hurmatli obunachilar. Bu ham rossiyskiy ekan. Bolasi nima ekan aka? Bonachi, necha chiqarin? 2 ga. Qancha suv bor? Nechta? 15 yapsizga. Nech pulga sotmayapsiz? Nech pulga sotmayapsiz? 45 ga buni ham berishmoqda. Bu bo'g'ozmi? Necha oylik? Yaqin. Yaqin yo'q. Suti ham bor. 15 ta suv bor, 6 oylik bo'g'oz. Narxi necha pul? 52 million kam bor. Savdosi bor. Ha. Hurmatli obunachilar, sementallar. Ha, bu yerda o'sha samolyotda kelganlari bor ekan. Soni 1, 2, 3, 4, 5 ta. Samolyotda kelganlari. Hop. Bo'g'ozliklari. Bundan lekin mana sotadi. Aka, u necha pulga o'tdi? Qancha bo'ldi? Ya qimmat bo'lmagandir. O'zi mol o'zi arzon bo'lmayapti. 64 millionga. 65,5 ga mol zo'r edi. O'zimizga ham yoqdi mana shu. Rasul aka, mana shu g'onazingizda shunaqa bo'ladimi? Bo'ladi. Bular necha oylik bular? Bo'g'oz, 5 oylik, birinchi qoringa. Narxlar necha puldan? Ha, ba'zi. Nariyadan egalari. Hadi ekan. Aka, necha puldan bular? Ha, общий. 60 dan 5 o. 5 oylik bo'g'oz sementallar. Bu qarasizmi mana. Germaniyadan kelgan sementallar. Shu samolyotda kelganlar bular. Hammasi. Yana degan joylariga o'ta juda katta rossiyskilar ham kiribdi. Bular sotilgan, olingan, baylangan mollar. Mana buni ham 42 million so'mga bo'g'oz, 6 oylik bo'g'oz olishgan ekan. Aka, bu necha oylik bo'g'oz? Assalomu alaykum. 8 oylik. Qancha deyapsiz? 70 million. 70 million kam. Kattami? Madasam boradi. Kimga qanaqa pulgacha hammamiz kam bor. Boz. Nech pul beryapsiz aka?
Ha? 40 savdo bilan. 40 kam bor ekan. Boz. 9 sham. Savdo bilan yig'chadi. Ko'p, sigirlar seroq. Jumon, ha. Mental. Yakka sog'in. 50 deyapsiz ekan. 50 kam bor ekan. Savdosi nech pul bo'ldi? Savdosi 45 yarim bo'ladi. 45 yarim. 46 yarim savdo bo'lyapti. Usti bor. Gibrid. Akalar sementaldan deyarli bir xil bilan gibrid. Ikkita ekan. Va qanchadan deyilyapti? 54 Ha? 50 kami bor. 50 dan kam bor. Yakka sog'inlarmi? Birisi so'raki narigisi bo'g'az. Necha oylik? Nari 8 oydan o'tdi aka. Ha, birisi Birisi so'raki. qisir. Qanchadan sut beryapti? Birisi 20 litr aka. Aha. Narigisidan Bilishmas ekan bunisi, lekin bo'g'oz ekan. Falon bola ekan, ha? Ovozga qo'yganman ishlatmasi keladi. Mana bular. Sut yo'nalishdagi galishin, paroda sigirlar. Aka, bular quyuq sutga nechdan sut beradi? Nechdan sutga berasiz? 20 tadan sutga, 20 tadan sutga. Galishinlar. Yakka sog'inlar. Nomsar asistli ekan. Narxlar nech puldan aytilyapti aka? 40 dan kam bor. Bozor nech pul berdi? Bozor nech pul berdi? Qanchadan? 30 dan bermadi. Bozor 30 dan savdo qildi, berishmabdi. Galishin. Buni oltimiz deysizmi? Bo'g'azmi? Oldik. 20 tasi bor. Necha oyligi bor? 5 oy. Nomer bormi aka bularga? Kimdan? Akamdan. Aka nomer qoldirasizmi? 88lik 866 96 97. Ko'rankalarimiz chiqdi. Ikkita. Aka bular nech puldan deyilyapti? 55. Bu ham sizdanmi? Boshqa. Bolasi bu qancha? Yo'q, bunachi. Bunadan aka. Qancha sut beryapti? 17-18. 18. Semental. Savdosi nech pul bo'ldi? Reytingni savdo ko'rish. Berisham. Gap yo'q. Aka nomer bormi? 93lik 993 0809. Rahmat. Akalaman. Sevgilar bor, ko'p. Bor holchislarga ko'rsatamiz. Mana Abdulloh qani? Rassiski. Akalar. Olingan sotilgan narxlarni tanishtirib boramiz bir yo'la. Nech pulga bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 31 ga oldingizmi? Arzon olibsizlar-ku. Bolasi bo'ladi. 31 ga olishibdi. Ashona bo'ladi. Xo'p. Akalar. Bu qancha nech pul bo'ldi? Xo'p bo'ladi. Bu nech pul bo'ldi? 14300 ga olindi. Gibrid nech pul bo'ldi aka? Aka nech pul bo'ldi? Bu qancha nech pul? Qancha ketdi ona bola? Sotilmas sotishdi. 49 ga sochmabdi. Nech pul bo'ldi? 45. Ketdi. Nima görmüşler? Ha. Oldikimi? Ha, nech pul bo'ldi? Javob ko'rmaysiz, sho'pirlarda bu, hamlar olib. Bo'ldi gap yo'q. Mashhur qilib biz ham, mashhur qilib. Gap yo'q.
Ha, oldim. Endi shular asakaga toshyapti. Hamma yoqqa ham toshyapti. Aha. Ha, bo'la. Asaga ketadigan shoshlarni bozorda ko'rsangiz kelaverasizlar. Olib borib beradi. Yo'llari Bo'stonga ham deng. Lenizni ham deng, lenizni. Xo'p, bo'la. Xo'p. Qora tepayammi? Ko'rindingmi? Ko'rindingiz, ko'rindingiz. Qanchaga oldingiz? Nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Xullas, shu gaplar. Bozorda taraf shu Sayanka taraf. Sayanka taraf. Mol bozor, qo'y bozor.